do'kondan chiqing. Mani o'g'limga qo'lingiz tekkizmang mani o'g'limga. Mani o'g'limga shunaqalarga arziydi. O'g'lim shunga arziydi. Shuning uchun yaxshilardan ko'rsating. Agar kal bobo 8 ta 9 ta bo'lsin narxi. Erkak kishi ustun bo'ladi. Oyi qarang bo'lmaydi. Mayli uyda molxonlarimni bo'lsa ham sotib olib beraman. Urushmanglar. O'zingizni fikringiz bo'lsin. Qarang, o'g'lim bizga o'g'il. Yo, siz bu insonni qizini olasiz. Bu insonni qizini olasiz. Mayli uyda molxonlarimni bo'lsa ham sotib beraman. Siz chiqib lozim ishni olib bering unga. Lozim ishni olsa arziydi. Urushmang o'g'lim. Chunki sizni fikringiz Yaxshi kasblarni mayli oling. Olmayli. Modizmi xudo? Nima kim kechaymi? Xudo hech kim uyalamas sizni. Mayli urushmang. Xudolarim bilan urushmang. Qarang bo'lmaydi, ozgina erkak bo'ladi. Mushuk bo'ladi ozgina inson. Kasbini boshida qolsa, yur bola. Olmay chiqay. Qurib o'zing topgan qizing. Necha puldan, necha yuz dollar turadi bular? 100 dollardan tepa qarab keturadi. Xudo, bilib turib olib keldingizmi shu yerga? Endi hamma oladigan joy. Kuyovlar shetdan kiyinadi. Endi men 100 dollarlik uylanaman, to'yda bu narsani kiyib chiqqanim. 100 dollarlik. Aytdim-ku senga, do'konimni qizi yaxshi uyda Atrofda qarayapsiz, okajon. Mo'ljalingiz nechi pul? O'zi biz bu yerdan qaramoqchi emas edik, endi qimmat dema, qimmat yo'q-ku. Bizda eng qimmat 8 dollar. 8 dollar ko'rmayapman 8 dollar. Ko'rsatingchi bitta. Mana shunaqalardan gapiring. Shunaqalardan gapiring.